yerda mevali tortlarimiz kremlanyapti. Mana malinalarni dobri qilib solib, keyin mana har doim aytamanman, biz mana shunaqa nержавейка qoliplardan foydalanamiz. Umuman o'zidan zang chiqarmaydi va sog'liq uchun umuman zarar yetkazmaydi. Kremlayotganimiz har bitta tortni mana bunaqa plyonkalar bilan, qonun qoidalari bilan xuddi uyda bittalab kremlanganimda qanaqa ishlagan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib ishlaymiz. Mana ko'rib turganinglardek, mana biskvitlarimizning ichlari bu yerda mana shoq нежный, просто воздушный biskvit. Massa qilib yeysizlar, sochli bo'ladi. Hozir endi keyingi qismiga, keyingi qavatiga banan solib yopamiz. Mana просто bizda boshqa partiyalardan kuniga 10 ta 15 ta qilib chiqaramiz. Xuddi shunaqa partiyalaridan. Просто har bitta partiyada 15 ta 20 ta chami to'rt kremlanadi.